Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomizda ishlab chiqarish korxonalarini supply chain, ya'ni ta'minot zanjiri bo'yicha faoliyat yuritadigan xodimlariga mos keluvchi dasturni taqdim etmoqchiman. Bilamiz, har qanaqa ishlab chiqarishda ma'lum bir tayyor mahsulotni ishlab chiqarish uchun bir necha xil xom ashyo turidan, ya'ni siryodan foydalanishga to'g'ri keladi. Va bunda bilamizki, ta'minot zanjiri to'g'ri yo'lga qo'yilmagan bo'lsa va hisob-kitoblar noto'g'ri amalga oshiriladigan bo'lsa, ya'ni nazorat qilinmaydigan bo'lsa, albatta xom ashyoda uzilishlar yuzaga keladi va bu keyingi ishlab chiqarish, ishlarni to'xtab qolishi va mijozlarga tayyor mahsulotni yetkazib berishda muammolarga sabab bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bugun mana shu supply chain dasturini e'tiboringizga taqdim etmoqchiman. Bu ko'plab talablardan kelib chiqib va ko'pchilikning fikrini inobatga olgan holatda universal holatda tuzilgan dastur. Shuning uchun ko'plab korxona, ya'ni ishlab chiqarish korxonalariga mos keladi bu dasturimiz. Xo'p, keling dasturni bir boshdan tushuntirsam. Dasturda asosiy bizda ikkita spravishnik va norma, ya'ni oldindan belgilab qo'yiluvchi bo'limlar va bizni mana shu 4 ta operativ ma'lumotlarimizni kiritish asosida shakllanadigan ikkita, ya'ni seriyo skladimiz va tayyor mahsulot omborimiz shakllanishi yuzaga keladi va bu yerda rejalarni kiritishni ham hozir ko'rsatib o'taman. Bizda prihod serioni, ya'ni qabul qilish, ma'lum bir normadan og'ishlar yoki braklar bo'ladi albatta ishlab chiqarishda, ularni hisobga olish jurnali va tayyor mahsulotni sotish va kunlik ishlab chiqarishni qayd etib borish jurnallar mavjud. Biz mana shu 4 ta oynaga ma'lumotlarni kiritamiz va shu asosda mana bu kerakli hisobot shakllariga ega bo'lamiz. Keling, bu narsani bir boshdan qadamma-qadam tushuntirib o'tsam. Birinchi qilinadigan ish bizda spravishnik bo'limi. Ya'ni spravishnik bo'limida biz oldindan qat'iy belgilangan nomlarimizni shakllantirib olishimiz kerak. Ya'niki nima? Bizda mana shu tayyor mahsulotlarimizni ishlab chiqarish uchun bizning misolimizda hozir salqin ichimliklar ishlab chiqarish, ya'niki Cola 05 va Fanta 05 tayyor mahsulot turlarimiz mavjud. Va shunga ketadigan bizda seriolarimiz, ya'niki kapsula, krishka, etiketka va siroplar va hokazo bu yerda tarmoq xususiyatdan kelib chiqib bemalol ma'lumotlarni shakllantirsa bo'ladi. Va dasturni boshlayotgandagi albatta bosh qoldiqlarni kiritib olishimiz kerak bo'ladi va albatta bularning o'lchov birligiga ham e'tibor beramiz. Endi keyingi qilinadigan ish nima? Bizda mana shu normani belgilab olishimiz kerak. Bizda vertikal holatda seriyo nomlarimiz, gorizontal holatda tayyor mahsulot nomlarimiz turibdi va shuning uchun mana tayyor mahsulotimizga mos keluvchi normani avval belgilab qo'yishimiz kerak. Ya'ni bir blok Cola 05 ishlab chiqarish uchun deylik 20 gram kapsuladan 8 dona, qizil krishkadan 8 dona, etiketka, ya'ni kolani etiketkasidan 8 dona va sirop, ya'ni kolani siropidan deylik 20 gram bizda norma asosida ishlab chiqarishga sarf bo'ladi. Yoki Fanta uchun ham xuddi shunaqa kerakli normativlarni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu dastlab qilinadigan ishlardan hisoblanadi. Endi bizni seriyo skladimizni hisoboti bor. Odatdagi hisobot bu. Ana shu ma'lum bir davr uchun deylik kunboshiga qoldiq, seriyolarni omborga prihod bo'lishi, ya'ni xarid qilinish jarayonida omborga prihod bo'lishi va xom ashyoni ishlab chiqarishga spesaniya bo'lishi. Va braklar bor. Bu yerda normalar, albatta ishlab chiqarishda bilamiz, normalardan og'ishlar yuzaga kelishi mumkin, ma'lum bir braklar yuzaga keladi. Ana shunda korrektirovka qilish uchun bizda brak ustuni kerak bo'ladi. Va tabiiyki kun oxiriga qoldig'imiz. Bu hisobot shakli, bu bizni mana shu operativ ma'lumotlarimizni kiritish orqali shakllanadigan hisobot shakli hisoblanadi. Va keyingi hisobot shaklimiz bizda tayyor mahsulot ombori. Tayyor mahsulot ombori ham odatdagi ana shu davr uchun kun boshiga qoldiq va ishlab chiqarish natijasida tayyor mahsulot omborimizga kirim, sotuv va kun oxiriga qoldiqdan iborat. Va biz o'zimizga ma'lum bir davr uchun, deylik bu yerda bir haftalik zaruratdan kelib chiqib, buni bir oylik kerak bo'lsa 1 yillik kunma-kun planlarimizni kiritib olamiz va shu asosda ishlab chiqarishimizni amalga oshirib, o'zimizga ana shu ta'minot zanjirini uzmagan holatda xom ashyoni, ya'ni serioni ta'minlab turishimiz kerak bo'ladi. Dasturimizning bosh maqsadi ham shunga qaratilgan. Hozir buni ma'lumotlar kiritish orqali detalli ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi bizda mana shu kunlik ma'lumotlarni yozib borish oynalari. Asli birinchi bu yerda mana prihod seriyo, seriyolarni biz qabul qilamiz omborga
va deylik ishlab chiqarish jarayonlari bor, kunlik har bir mahsulot bo'yicha nechtadan mahsulot ishlab chiqardik, bularni yozib borish jurnali va ana shu korrektirovka uchun braklarni hisobdan chiqarib borish jurnali va tayyor mahsulotimizni sotish jurnallari bu yerda keltirilgan. Bu narsalarni keling birma-bir ma'lumotni kiritish orqali ko'ramiz. Hozir bizni ko'rsak, tayyor xom ashyo omborimizda mana bosh qoldiqlarimiz, biz spravishnikda dastlab kiritib olgan qoldiqlar turibdi, lekin operatsiya bo'lmaganligi uchun bizda ma'lumotlar mavjud emas. Keling endi bir boshdan operatsiyalarni kirishni boshlaymiz. Birinchi prihod siryo. Deylik, 1-yanvar holatiga mana kapsula 20 grammlikdan 20 mingta, deylik mana 25 ni kiritsak, kapsula 25 grammlikdan 25 ming dona prihod qilyapmiz. Yoki keling bu yerga masalan yana krishkalardan, oranjeviy krishkadan masalan 15 ming dona, yana krishkamiz qizildan 10 ming donani prihod qilaylik. Va ko'ramiz, biz siryo ya'ni xom ashyo omborimizni ko'radigan bo'lsak, mana bizda prihod bo'lib, ma'lum bir davrni belgilaganligimiz uchun shu davr oralig'iga mana prihod bo'lib kelyapti va kun oxiriga qoldig'imiz ko'payib qolyapti. Yaxshi. Endi biz ishlab chiqarishni amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni 1-yanvar holatiga koladan 1000 blok va fantadan 1000 blok biz tayyor mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Nima bo'lyapti? Buni ta'sirini ko'ramiz hozir. Xom ashyo omboriga kelib ko'radigan bo'lsak, mana ishlab chiqarishga bizda xom ashyolarimiz spisat bo'lib ketyapti. Ya'ni nima uchun bu yerda biz normada belgilab qo'ygandek, bir blok kola ishlab chiqarish uchun ketadigan, demak, xom ashyolarimizni sanog'ini kiritib qo'ygandik. Masalan, 20 grammlikdan mana 8 dona bu kola uchun, mana fanta uchun deylik 8 dona kapsula, 25 grammlik kapsula ketyapti. Va buni xom ashyo omborida ko'rsak, mana ana shu 1000 blok uchun 8000 dona 20 grammlik kapsulamiz spisat bo'layapti. 25 grammlik bu fanta uchun spisat bo'layapti va hokazo hammasi ana shu normaga asosan 1000 donaga bizni xom ashyo omborimizdan, demak, mana shu siryolarimizni olib chiqib ketyapti. Bu ham tushunarli. Endi biz tayyor mahsulot omborimizni ko'radigan bo'lsak, dastlabki qoldiqlarimiz mavjud edi va ishlab chiqarish natijasida yana bizni omborimizga, endi tayyor mahsulot omborimizga mana shu mahsulotlarimiz prihod bo'ldi va shu natijasida kun oxiriga ostatga hosil bo'lyapti. Yaxshi. Endi bizni ishlab chiqarish jarayonlarimizda albatta braklar va deylik qanaqadir normadan og'ishlar bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olish uchun biz mana xom ashyo omborimizni ko'rib olamiz. Mana 62 ming dona kapsula bo'lishi kerak edi. Biz sanoq qilyapmiz yoki bu narsani aniqladik. Shuning natijasida deylik 2000 dona kapsulamiz bizda brakka chiqqan. Buni to'g'rilash uchun, chunki biz hozir 62 ming dona kapsulaga nisbatan rejani amalga oshiradigan bo'lsak, oxirida 2000 dona bizga kapsula yetishmay qoladi. Shuni to'g'rilash uchun brak ustundan foydalanishimiz kerak. Buni biz mana shu brak jurnalida qayd etib borsak bo'ladi. Masalan, 10-yanvar holatiga hop, kapsula 20 grammlikdan 2000 dona brak aniqlandi. Buni ko'ramiz. Mana ko'rsak, brakda bizda 2000 dona spisat bo'lib chiqib ketdi va 60 ming dona sof, toza ana shu 20 grammlik kapsulamiz bizni xom ashyo omborimizda turibdi. Endi dasturning eng asosiy qismiga kelamiz. Hop, keling hozir bitta sotuvni ham amalga oshirib qo'yamiz. Mana bu yerda tayyor mahsulot sotish. Masalan, 10-yanvar holatiga koladan sotyapmiz 500 blok. Tayyor mahsulot omborimizni ko'rsak, mana bizda 500 blok sotuv bo'ldi va shu natijasida 1,5 ming blok kolamiz omborda qolyapti. Endi asosiy fokusimiz, qaratishimiz kerak bo'lgan jarayon nima? Biz ta'minot zanjirini uzib qo'ymaslik uchun albatta oldindan rejalarni kiritib boramiz. Deylik, bu yerda hozir bir haftalik plan keltirilgan. Bu o'zingiz uchun kerak bo'lgan jarayon davrni kiritib olishingiz mumkin. Masalan, bu narsani 1 oylik, 1 yillik qilish mumkin va hokazo, yoki bitta ustunni o'zida ham aks ettirish mumkin. Va biz yozamiz bu yerga 10-yanvar kunga bizga 500 blok kola kerak bo'ladi. 11-kunga 200 blok. Yaxshi, hammasi mana bu yerda bizda jamlanib boryapti. Lekin bizdagi
hozirgi qoldig'imiz 1,5 ming blok bo'lganligi hisobiga hali bizda farq yuzaga kelgani yo'q. Va masalan bu yerda endi 1000 blok kolani kiritadigan bo'lsak, jami bizga 1700 blok reja bo'yicha kola kerak bo'lyapti. Omborimizda 1,5 ming blok bor va buni farqi hozir 200 blokni tashkil etyapti. Endi xom ashyo omboriga kirib ko'radigan bo'lsak, ana shu 200 blok uchun kerak bo'ladigan xom ashyolarimizni bizga mana norma bo'yicha shakllantirib beryapti. Ya'ni biz normada har bir blok kola uchun 8 dona kapsula ketadi deb rejaga kiritganmiz. Shuni asosida 200 blokka bizda mana 1600 dona kapsula kerak bo'lyapti. Lekin bu yerda ham farq hali yuzaga kelgani yo'q. Sababi bizni xom ashyo omborimizda hamma mahsulotimiz, ya'ni xom ashyoimiz yetarli bo'lganligi uchun bizda hali farq yuzaga kelmadi. Keling bu narsani ko'rish uchun ko'proq rejaga ma'lumot kiritamiz. Deylik, hozir 60 mingta bo'lsa, biz keling mana bu yerga rejaga yana 10 ming blok kolani reja qilib kiritamiz. Masalan. Va ko'ramiz. Ko'rsak bizda mana ana shu reja asosida yetishmayotgan tayyor mahsulotimiz farqiga kerak bo'ladigan xom ashyolarimizni shakllantirib beryapti va ombordagi real qoldiq bilan solishtirib buni farqini bizga chiqarib beryapti. Ya'ni bizga hozir mana shu rejadagi 11700 blok kola ishlab chiqarish uchun undan bizda bor 1,5 ming blok va 10200 dona. 10200 dona uchun bizga kerak bo'ladigan xom ashyo rejamizni farqini chiqarib beryapti. Biz hozirgi damda mana shu farqdagi xom ashyolarni xarid qilib omborimizga olib kelib ishlab chiqarish qilsak, biz ana shu qilgan rejamizni to'lig'icha amalga oshira olamiz va tabiiyki ana shu ta'minot zanjiri uzilmasligiga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Umumiy dasturni asosiy ishlash prinsipi mana shu qoidaga asoslanadi va bu yerda xom ashyo omborida filtrlab ko'rish uchun bir qancha imkoniyatlar qo'shilgan. Ya'niki biz xohlagan ustunimizni sortirovka qilish imkoniyatiga egamiz. Keling, masalan, reja uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarimizni eng ko'pidan pastga qarab sortirovka qilmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Bu yerda mana 8-ustun bo'lganligi uchun bu yerdagi raqamni, tartib raqamini 8 ga o'zgartiraman. Yoki 9 qiladigan bo'lsam, ana shu farqni menga chiqarib beradi. Xuddi shu tartibda biz qolgan barcha ustunlarimizni ham o'zimizga xohlagan tarzda sortirovka qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Masalan, serial nomlarini alfabet bo'yicha saralashimiz mumkin yoki deylik kun boshiga ostatkani ko'pdan kamga qarab sortirovka qilishimiz mumkin va hokazo xohlagan rakursda biz hisobotimizni o'zimizga mos bo'lgan shaklga keltirib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Dasturning asosiy ishlash prinsipi mana shu. Asosiy ko'zlangan maqsad ana shu ishlab chiqarish, savdo jarayonlaridagi uzilib qolishlarni oldini olish va shu orqali samaradorlikka erishish hisoblanadi.